Bugun badcase haqida gaplashamiz. Badcase o'zi nima? Qanaqa holatda? O'zi badcase ma'nosi nima? O'zbekchada yomon holat. iCloudga masalan, deylik bizga buyurtma bergan kelyapsiz, bundan oldin kimgadir buyurtma bergansiz, qaysidir dasturchiga va Apple tomonidan rad etilgan. Rad etilish ko'rsatish qanaqa qilib bilamiz? Qanaqa holatda? Albatta, GCX ma'lumotlarini olingan holatda bilamiz. GCX ma'lumotlarini olganimizdan keyin bizga yana qaytarib o'taman. Telefonimizning modeli, qachon sotib olingani, qaysi davlat, qaysi vaqtda aktiv bo'ldi, qanaqa versiyada turibdi, iCloud bormi yo'qmi, iCloudning holati, clean yoki lost. Agar lost mana bunaqa qizil bo'lib lost bo'lsa, demak yomon holat. Bu ofitsialniy berib bo'lmaydi. Va regioni, qaysi davlat. Endi asosiysi keyin dunyo bo'ylab qulf, ya'ni sim karta ishlatish huquqi bor yo'qligini aytib turadi. Ya'ni bu yerda yashil qilib ko'rsatadi. Agar lock bo'lsa, demak u aktiv holatda sim karta tiqsanglar, hello holatga tushib qoladi. Endi yomon holatga o'tamiz, ya'ni badcase. Badcase'da mana hozir bu yerda ikkita urinish bo'lgan. Birinchi urinish aprel oylarida 2025-yil mana ko'rsatib qo'ygan sanasini ham, ikkinchi urinish may oyining 23-sanasida va ikkalasida ham rad javobi berilgan. Nima uchun rad javob? Nima uchun biz badcase xizmatidan foydalanishimiz kerak? Badcase xizmati ushbu keyslarni tozalaydi. Nima uchun biz tozalatamiz? Badcase agar bo'lsa, ketidan yana 3 ta bo'ladi, rad javob kelaveradi. Biza bunaqa holatda tozalamasdan turib, buyurtma berganimizda foydasi yo'q. Mana shuning uchun biz hozir badcase'ga qanaqa bir buyurtma berish haqida gaplashamiz. Demak, o'rtoqlar, mana bu ko'z ustiga bossak, ma'lumotlarimizni ko'ramiz. Biz badcase bu yerga olib o'tdik va biz hozir nima qilamiz? Email xizmatlari, ya'ni iCloud email xizmatlarini ustiga bosib, badda bossak, Apple badcase remove mana. Bizda nechta edi case? 2 ta edi. Demak, boyagi holatga o'tamiz. Chiroyli ko'rinish uchun kelinglar mana qilamiz. Xo'p, boyagi holat mana shu holat edi, to'g'rimi? Bizga birinchi nima so'rayapti? Email yoki seriyasini. Albatta bizga eng yaxshisi emailga. Emailgasini kiritamiz. Emailga kiritgandan keyin bu yerda case ID ni so'rayapti. Demak, case ID'miz mana bu yerda. Birinchi case ID mana shu. Case ID bosdik. Keyin case ID esa mana bu may oyiga joyladik. Xohlasanglar nimadir yozmoqchi bo'lsangiz yozsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zingizlar pochtanglarni ham yozib qo'yinglar. Bu ixtiyoriy, majburiy emas. Mana bu 3 ta kategoriya, ya'ni 3 ta bo'shliq, mana men ko'rayotganinglar, bu majburiy. Va mana buni bosamiz. Buni bosganimizdan keyin albatta bu yerda yozib qo'yibdi 7 ish kuni. Buyurtma berilgandan keyin order history, ya'ni orderlarning tarixiga kiramiz. Bosganimizdan keyin mana sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Agar protsessda bo'lsa, biz badcase'ga buyurtma bergan edik, hozir ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, oldin biz ikkita o'sha case boriga mashqning o'zi buyurtma berganmiz. Buyurtma mana bu yerda o'sha servis nomi, emailkasi, qachon berganimiz, summasi va bu yerda jarayoni. Mana case ID emailkasi, case ID boyiga ko'rsatib o'tganim. Demak, bu yerda in process bo'lsa, ya'ni jarayonda hali bo'lmagan. Agar rejected bo'lsa, bu qaytarilgan mana tegi chizuv bilan qizil. Demak, bu yerda depozit, agar xuddi shu javob bo'lsanglar, mana bu depozitinglar, pulinglar qaytadi. Agar dom bo'lsa, mana bunaqa holatda bo'lsa, demak, bu bajarilganini hisoblanadi. Buni bekor qilish mumkin bo'lmaydi. Demak, bu bajarilgan. O'rtoqlar, bugungi video tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videoda agar kommentariyada savol qoldirsanglar, shunga qarab video qilib beramiz.